Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ertamangi dastavkaga chiqqan velligimiz Asakaga yetib keldi. Mana shu tog'amiz o'g'illari olib berishdi. Tog'a velosipeddan misol taassurotlar qalay, misol qanaqa velli, yaxshi yoqdimi? Yaxshi, velosiped bu yengil ekan. Yurishlari yengil. Yaxshimi? Yengil ekan. Qulayliklari qanaqa, misol chiqib tushish boshqalar? Qulayliklari ham yaxshi. Bemalol vaqtda tushib chiqaveradi. Qarigan cho'dara bizbob bo'pti. O'g'lingizni tog'a bir duo qilib qo'yasiz, musofirda yuribgan. Shu endi o'zi asli tog'a sizni mehnatingiz oldi bu arzimagan narsa-da. Xudo xolasa hozir velosiped sovg'a qilgan bo'lsa, keyin mashinalar sovg'a qilsin. Mashina sovg'a qo'ygan. Yo'q. Ha, yaxshi mayli. Tog'a o'g'lingiz bir duo qilib qo'ying, bu musofirda yuribgan. Umriga, rizqlarga baraka bersin. O'g'limni ishlarini oldiga qo'ysin. Har bir bola qazo oqqanlardan o'zi sağlam, sog'-salomat barimizga qaytib kelmasin. Amin. Allohu akbar. Rahmat tog'a. Rozi bo'ling. Yaxshi kunlarga, to'ylarga, namozlarga menib yuring tog'a. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat tog'a, xudo xolasa.